Assalomu alaykum. Bugungi mavzu ko'pchilikga tanish bo'lgan holat oyoq muzlashi haqida gaplashamiz. Oyoq muzlashining kelib chiqish sabablaridan eng ko'p tarqalganlardan biri qon tomir to'lishi va grija hisoblanadi. Bir keng tarqalgan va hech kim bilmaydigan sababi bor. Bu ya'ni muskullarning gipotonusi, muskul bo'shashishi hisoblanadi. Bu holatda bemorlarda Doppler tekshiruvlarida qon tomirlar to'lmagan, ya'ni o'sha qandli diabet miqdori normada. Xullas barcha analizda o'sha oyoq muzlashiga bog'liq bo'lgan analizda joyida chiqadi. Lekin bemorlar yillab shu dard bilan qiynalib yuradi. Yozgi issiq kunlarda ham paypoq kiyib yurishga majbur bo'ladi. Aslida buni sababi juda oddiy bo'ladi. Ya'ni o'sha muskullarning gipotonusi, muskul bo'shashib qolishi hisoblanadi. Muskul bo'shashib qolishidan ko'p muammolar tug'ilishi mumkin. Ya'ni o'sha tizza suyak yemirilishlari yoki shu grijalar yo bo'lmasa shu oyoqdagi muzlashlar. Endi hozir bugungi temamiz oyoq muzlashi bo'lgani uchun qanaqa ta'siri bo'ladi oyoq muzlashiga deyilgan savolga muskul bo'shashgandan keyin mayda qon tomirlar, ya'ni o'sha muskullarimiz nasos vazifasini bajaradi. Mayda qon tomirlar mushak oralaridan o'tgan hisobiga mushaklarimiz qisqarib yozilmasa qon yaxshi aylanmaydi. Ya'ni o'sha yurak orqali pastga qarab harakatlangan qon mushak yordamida kachat bo'lib tepaga qarab chiqadi. Endi mushak ishlamagandan keyin shu qon aylanishida sistemada buzilish bo'ladi. Tanamizda asosiy isitgich energiyasi qon bo'lganligi uchun qon yaxshi aylanmagandan keyin oyoqda muzlash hissi paydo bo'lishi boshlaydi. Bu holatda tanada qanaqa o'zgarishlar bo'layotganiga qarab turib, uy sharoitida ham taxmin qilsa bo'ladi. Ya'ni o'sha oyoq muzlashi bilan jabr ko'rayotgan bemorlarimizda tanasida o'sha yonma-yon keladigan o'zgarishlar bo'ladi. Oyoq muzlashi bilan bir vaqtda o'zida oyoqda kuchsizlik, ya'ni o'sha tanani o'zida charchoq his qiladi. Shu inson yurganda tez charchab qolish, qanaqadir uzoq masofaga yura olmaslik, ozgina yurib o'tirib olish shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Yana bitta sabablardan biri bu o'sha bosh aylangandek tuyuladi, ya'ni chayqalish bo'ladi insonda. Bu qanaqa yuz beradi? Tanamizni muvozanatini ushlab turadigan mushaklar bo'shligini hisobiga tanamiz bir joyda o'sha o'zini o'zi ushlab tura olmagani hisobiga tanada chayqalish sodir bo'ladi. Buni ko'pchilik bosh aylanishi bilan baholaydi, lekin bu aslida bosh aylanishi emas, muvozanat buzilishi hisoblanadi. Davolashga keladigan bo'lsak, ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha bizning oldimizga keladigan bemorlarning ko'pchiligida shunaqa savol bo'ladiki, men juda ko'p joyga bordim, yillab muolaja oldim, falon joyga bordim, muolaja oldim, 1 yil ta'sir qilmadi. Yana boshqa joyga bordim, yana 1 yil muolaja oldim, ukol dorilar, preparatlar bilan muolaja oldim, ta'sir qilmadi deyshadi. Endi bu yoqqa kelgandan keyin misol uchun 3 kun, 4 kun ichida yaxshi natija olishadi. Shuni aytishadi, men shuncha olgan preparatlarim havoga ketdimi, shuncha yildan beri muolaja olaman. Bu juda katta xato, noto'g'ri tushuncha deb baholaymiz buni. Chunki kasallik har doim ham bitta sabab bilan bo'lmaydi. Bir necha sabablar bilan ham bo'ladi. Ya'ni o'sha bizning oldimizga boshqa joylarda lechina olgan bemorlarda misol uchun qon tomirda to'lish, sahrli diabetda o'sha ko'rsatkichning balandligi yoki bo'lmasa kamqonlik holatlari, bun bilan qo'shilib keladigan mushak bo'shashishi ham bo'ladi. Endi bu bemorimiz boshqa joylarda muolaja olganda shu qon tomirlaridagi to'lishlar, sahr ko'rsatkichlarining pastga tushishi, kamqonligi davo lechina olgan bo'ladi shu paytgacha. Lekin bemor holat qanaqa baholaydi? Bemor uchun og'riq qolishi muhim hisoblanadi har doim yoki o'sha aytayotgan shikoyati yo'q bo'lishi muhim hisoblanadi. Lekin o'tdagi ketayotgan ildizlarni ko'pchilik bemorlar ko'rmaydi. Ya'ni shu bemorda misol tasavvur qilaylik, 4 ta sabab bilan oyoq muzlashi holati bo'layotgan bo'lsa, 3 ta sababini davolaydi. Shu aytayotgan etga bordim, betga bordim degan holatda 3 ta sabab davolangan bo'ladi. Lekin bemor o'zgarish sezmaydi. Nima uchun? Chunki ya'ni o'sha bitta sabab qolgan bo'ladi. O'sha oyoq muzlashini sabablari, shu muskul bo'shash sababi qolgan bo'ladi. Uni bartaraf qilingandan keyin bemor o'zida oyog'ida issiqlik his qiladi. Endi shu holatda noto'g'ri tushuncha ketib qoladi. Shuncha preparatlarim olgan, muolajalarim bekor ketdi degan noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Yo'q, bekor ketmagan. Hammasi o'z o'rniga, o'z manziliga yetib borgan bo'ladi. Faqat kasallikning ildizi 3 ta, 4 ta bo'lgani uchun siz o'zgarishni boshda bemor o'zgarishni boshda sezmagan bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa muammo, oyoq muzlashdan aziyat chekish holatlari bo'layotgan bo'lsa, Neyrobalans klinikasiga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bu yerda mutaxassislar sizga kasalligingizni ildizini topib, davolashga yordam beradi.